aytib o'tdilar, dangasa insonlar dedilar, sport bilan shug'ullanmaydi. Yana dangasa insonlar mavjudki, ular ovqat tayyorlashni, taom tayyorlashni xush ko'rishmaydi. Ya'ni fast foodlarni ko'proq iste'mol qilishadi. Bu sog'lig'imiz uchun qanchalik zarar? Hozir foydali jihat ham bormi o'zi? Fast foodlarni foydali jihati umuman qorin to'q tutishi mumkin ma'lum bir vaqt davomida, lekin uning zararlari ko'proq. Foydasidan ko'ra zarari bor. To'g'ri, ichida go'shi bor. Mana bu oqsil deyishingiz mumkin yoki pomidor bodringini mana bu kletchatka deyishingiz mumkin, lekin uni ichida yashirin kaloriya saqlaydigan mayonezlari bor. Undan tashqari o'sha ketchuplari bor, o'zini souslari bor. Aynan bu juda ham ko'p yashirin kaloriya saqlaydi. Bu semirishimizga ham sabab bo'ladi. Uni tarkibidagi natriy glutamat bu oshqozon sistemamiz, hazm sistemamizga salbiy ta'sir qilish boshlaydi. Hozir ko'p insonlarda shuning uchun ham hazm faoliyatida muammosi ko'p. Demak, semirmoqchi bo'lgan insonlarga foydali ekan-da. Yo'q, sog'lom semirmaysiz. Yo'q, sog'lom semirmaysiz-da. Mushak massani hisobiga semirmaysiz. Shunchaki prosta yog' ishirib qo'yadi tanani. To'ldirilgan pufakchaga o'xshab. Mana shunaqa pufakchaga o'xshab qoladi bo'ldi. Sog'lom semirishga yordam bermaydi. Juda ham yaxshi.